Assalomu alaykum. YouTube ahli kanalimiz a'zolari. Bugun 4-iyun 2025-yil. Mana navbatdagi laboga chiroyli bugun tuni kashfgani bo'ldik. Bu laboyimizda egalari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bekobod mahallasidan kelibdi, qishloqdan. Bu amakimiz labolariga polni shumizalatsiya qilingan holatda poliga ham mana shunaqa choksiz, petnolar yo'q, tunikadan qoplab berdik. Mana bu joyiga konteyner pollar qo'ydik. Bu konteyner pollar vazifasi mana yukni ichida, mana bortni ichida har qanaqa yuklar bu tormozdami, har qanaqa holatda kelib tegadigan bo'lsa, mana shu narsalar bukilmaydi. Mana bu kuzovga ham o'tkazmaydi. Mana bu joylarda mana penoplekslar bor. U ham xuddi shunaqa vazifani bajaradi. Tunikani tirab turadi hamda ichkariga, salonni ichiga issiq sovuqda mana penopleks o'tkazmaydi orqa tomonni. Birda ushlab turish uchun mo'ljallangan. Poliga ham o'sha shumkalar qilingan. Mana bu joylari 1,5 sm polni ichkariga qaytgan. Hammasini aylan atrofi polni kesmaydigan holatda bo'ladi bu narsa. Xo'p, mana bu yonlarda ham samolyot zaklopkalari yo'q. Bortlarda hammasini mana bu tag tomondan qatiriladi. Yonida qop-qop shunga o'xshagan narsalar ilmaslik uchun qilinadi. Mana bunisi akkumulyator zashta qiladigan sondiqchasi bo'ladi. Bu yonidan ham to'silgan. Mana akkumulyatorda yopish uchun bu yonidan ham to'silgan bo'ladi. Mana bu balondan chachgan loylarni o'tkazmaslik uchun. Bu kalitsiz ham ochiladigan varianti. Do'stlar, bu narsani tunika qoplatilgan akalar bo'lsa ham sondiqda o'zini qo'yib beraveramiz. Bemalol unga ham telefon qilaverasizlar. Mana bu holatda ochiladi mana. Ko'raverasizlar. Qalinliklari mana temir lissan qilinadi. Akkumulyatorda ham mana shu holatda to'sib turadi. Bu narsani kalitda o'zi ochiladigan varianti ham bor. Bemalol unisini ham qo'ysa ham bo'lar ekan. Mana bu holatda qoplab qo'ysa ham bo'laveradi. Mana endi bosilmaydi. Bo'ldi mana. Mana shu holatda. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol mana ko'rib turgan raqamlaringga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yonida. 1 soat ichida chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Ishlarimiz yoqsa, do'stlarga, yaqinlarga mana shu videoni jo'natib qo'yaverasizlar. Labo olgan akalarga, tanish bilishlarga. Kamchiliklarni yozib qo'yinglar kommentariyaga. Keyingi ishlardan to'g'rilab ketamiz. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.